Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, aka-ukalar, musofirda yurgan aka-ukalar, sog'misizlar, omonmisizlar? Mana navbatdagi high-tech fasondagi 2 qavatli lazerli list darvozamiz tayyor bo'ldi. Farg'ona viloyat Bog'dod tumaniga Kanzaraga olib kelib o'rnatdik. Kimga shunday sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Darvozamiz materiallari bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Stoykalari 8x8 ikkilik, profillari 1.7-6x4. Albatta nerjivenkalari bilan qo'yib berganmiz, juda ham chiroyli qilib. Nerjivenkalarni uy remontidan olamiz deyishdi, uyda egalari. Tepalari ochilmaydigan joyi bo'ldi, 35-40 sm. Zubr zamoylarni qo'ydik, yaxshi ishlab turibdi. Darvozamiz orqa holatlarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Zamoylarimiz ishlashi juda ham ideal holatda. Darvozamiz orqa holati tekis holatda chiqdi. Aka-ukalar, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Albatta bu darvozamiz narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadratini 1.200.000 so'mdan tayyorlab berdik. Bu narx ichida Toshkent vodiy bo'ylab dastavka, ustanovka shu narx ichida. Voha tomonlarga albatta kelishamiz. Pastda nomer qoldiramiz akalar. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.